Nasarani islomga da'vat qildi. Bir odam bir nasarani islomga da'vat qildi. Qarang, uslub bo'lmagandan keyin qiyin-da. Islomga da'vat qilganda haligi nasroniy bechara aytibdi, bu islom qabul qilaman. Nima qilishim kerak dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Haligi nasroniy la ilaha illalloh Muhammad rasululloh debdi-da, xursand bo'libdi endi. Men islom qabul qildim deb xursand bo'lgan ekan. To'xta dedi. Ha? Endi musulmonchilikda eng birinchi qilinadigan narsani bilasanmi dedi. Degan ekan, "Yo'q" debdi. Desa, "Balnisaga boramiz" dedi. "Ye? Nima qilamiz balnisada?" desa, "Kesilish kerak" dedi. Kesilish kerak dedi. "Ye? Meni desa, "Ha, sen musulmon bo'lding endi, kesilish kerak." Degan ekan, bundan boshqa yo'l yo'qmi? Yo'q deb. Kesilish kerak deb. Musulmonsan, kesilish kerak. Ha, yuring. Balnisaga bordi. Hali bechora sho'rliq xristian endi musulmonga kiribdi, kesibdi endi. Kesib endi balnisadan eson-aman Allohga shukr mana qutuldim deb endi chiqqan ekan. Bilasanmi debdi yana debdi hali da'vatni qarang. Nima debdi? Endi agar islomdan chiqsang bo'yning kesiladi debdi. Endi agar islomdan chiqsang bo'yning kesiladi. Murtadning jazosi qat'an ras debdi. Deganda haligi nasroniy aytgan ekan, "Voh" debdi. Ha, bu musulmonga kirganidan pasimni kesdinglar. Dindan chiqsam mo'ynimni kesasizlarmi degan ekan.